Assalomu alaykum futbol fanatlari. Bugun sizlar bilan o'zbek va jahon futbolidagi eng so'nggi va eng qaynoq yangiliklarni muhokama qilamiz. Do'stlar, videolarimiz ko'p odamlarga yetib borishi uchun videolarimizga like bosing va fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Muhammad Salohning bobosi vafot etdi. Futbolchi dafn marosimida qatnasha olmasligi mumkin. Liverpool hujumchisi Muhammad Salohning bobosi 9-fevral tongida vafot etdi. Bu haqda Misr ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Marhumning vafotini futbolchining amakisi ham tasdiqladi va barchani marhumning ruhi uchun duo qilishlariga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 33 yoshli hujumchining dafn marosimida ishtirok etishi hozircha noma'lum. Bunga sabab Salohning juda zich o'yin taqvimi. Liverpool navbatdagi uchrashuvlarni 11-fevral kuni Angliya Premyer Ligasining 26-tur doirasida Sunderland jamoasiga qarshi o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, Muhammad Saloh Premyer Ligada 1-noyabrdan buyon gol ura olmayapti. Chempionlar Ligasi yangiliklari. Nasaf turnirdagi dastlabki ochkosini qo'lga kiritdi. Bugungi futbol yangiliklarida Osiyo Chempionlar Ligasining 7-turidan o'rin olgan Nasaf Al-Shorta uchrashuvi haqida ma'lumot beramiz. Mazkur uchrashuvda Nasaf jamoasi ushbu turnirda ilk ochkosini qo'lga kiritdi. Yangiliklar markazida bo'lgan bahsda qarshiliklar tezkor gol evaziga hisobda oldinga chiqishga muvaffaq bo'lishdi. Uchrashuvning 8-daqiqasida Murod Rahmonov hisobni ochdi. Biroq futbol yangiliklarida qayd etilishicha, raqib jamoasi safida zaxiradan maydonga tushgan Sharif Abdul Hakim 68-daqiqada muvozanatni tikladi. Shu tariqa Osiyo Chempionlar Ligasi yangiliklari doirasida ushbu o'yin 1-1 hisobda yakunlandi.